Fermer akalar, yaxshimisizlar? 10 gektar yerim bor, 10 gektar yerimga yarasha nasos izlab yuribman 380 voltga degan akalarimizga. 11 kilovatli soatiga 480 ming litr, ya'ni 480 kuba beruvchi 11 kilovatli nasosimiz 250 diametrda bo'ladi. Eng asosiysi bu nasos EPA kompaniyasi pogrujniy nasoslari admotkalari 100% mis bo'ladi va admotka qismiga boshqa misol uchun mana shudan pastki texnический qismiga 1 yil kafolati bor admotkalariga boshqalariga. Ya'ni 1 yil kafolat deganda zavodskoy defektiga 1 yil kafolat beriladi. Hamma narsalar tayyor holatda. Akalar, mana taglarini ham ko'ryapsizlar. Boshqa nasoslarda tekis bo'ladi. Biz nasosni alohida tanlab olishga o'rganganmiz. Shuning uchun taglariga ham e'tibor berib nasos olamiz. 3000 оборот nasosimiz. 11 kilovatligi 3000 оборот, 2900 оборот, 250 diametrda. Xo'p, 19 metr maksimal podiyom beryapti. Minimalniy podiomi akalar 6 metr bo'ladi. 6 metrda 480 kuba beruvchi nasos mana shu. Mana, xudo xolasa buni 12 metr uzoqlikka bugun ustanovkasini qilamiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, 660 dollarga yetib keldi. Xudo xolasa kabellari ham o'ziga yarasha, hamma yo'g'i joyida. Nasib bo'lsa kanalga obuna bo'lib qo'ying. Ha, aytgancha video manfaatli bo'lsa like bosib qo'ying. Suv chiqishlarini ko'rsatamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa qiziq bo'ladigan bo'lsa.